Hammaga assalomu alaykum. Mana shu narsamni ko'pchilik so'rashibdi. Qanaqa qilib o'raysiz? Menda ham bor, lekin foydasi tegmayapti. Ya'ni o'rashni bilmayman deb. Xonamga e'tibor bermaysizlar. Endi bolali uy shunaqa bo'ladi. Hozir sizlarga o'rgataman. Mana bunaqa ikkita qirg'izib olasizlar. Mana ikkiga qilib qo'linglarni tiqasizlar. Orqaga tashlaysizlar, o'shanda orqasi. Buni yechib turib oldinga to'g'rilab. Mana ko'rasizlar? Bu joy bor. Bolani olib, cho'tga mana bu yoq tarafi. Buni ham xuddi shunaqa qilib kiyib olamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Boshini bunday qirg'izib olsanglar bo'ladi. Shunday yotadi. Уже uxlashga tayyor. Bunisi nimaga kerak? Bu yana ham qattiqroq, mahkamroq ushlab berishga. Mana bunday qilib orqadan aylantirib pastga qilib boylaymiz. Bo'ldi, tayyor. Muhammad Yasinga shunaqa yurish yoqadi menga. Kengurularda oyog'i X bo'lib qoladimi yo'q bilmayman, lekin bunda yaxshi menda. Почти bir xil turibdi. Faqat oyog'ini ochib olgan. Bo'ldi. Mana. Уже yo'q isyapti. Agar olishga ikkilanib turgan bo'lsanglar, olsanglar bo'ladi. Chunki juda ham yaxshi narsa.